Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlarga pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani oddiy, tushunarli va amaliy tilda tushuntirib beraman. Gap 1 iyuldan boshlab pensionerlarning ayrim to'lovlardan to'liq ozod qilinishi haqida ketmoqda. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli, chunki deyarli har bir xonadonda ota-onamiz, bobo-buvimiz yoki nafaqadagi yaqinimiz bor. Agar bu yangilikni bilmasangiz, ortiqcha pul to'lab qo'yishingiz, kerakli imtiyozdan foydalana olmasligingiz yoki hujjat topshirishda adashishingiz mumkin. Shuning uchun hozirroq kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va bu videoni pensioner qarindoshlaringizga yuboring. Men bugun kimlar ozod qilinadi, qaysi to'lovlar haqida gap ketmoqda, qayerga murojaat qilish kerak, qanday hujjatlar kerak bo'ladi, qaysi holatlarda imtiyoz avtomatik qo'llanadi, qaysi holatlarda esa ariza yozish talab qilinadi. Hammasini birma-bir tushuntiraman. Avval holat qanday edi? Ko'plab pensionerlar pensiya olsalar ham kundalik hayotda turli majburiy to'lovlar, xizmat haqlari, kommunal qarzdorliklar, davlat xizmatlari bo'yicha yig'imlar, ayrim hujjatlarni rasmiylashtirish xarajatlari, tibbiy yoki ijtimoiy xizmatlar bilan bog'liq to'lovlarga duch kelardi. Pensiya miqdori esa hammada bir xil emas. Kimdir 1 million 200 ming so'm oladi, kimdir 2 million so'm atrofida oladi. Kimdir uzoq yillik ish staji sabab biroz ko'proq oladi. Lekin narx-navoning oshishi, dori-darmon, oziq-ovqat, elektr, gaz, suv, transport xarajatlari pensionerlar uchun har oy jiddiy yuk bo'lib qolayotgan edi. Masalan, oddiy bir pensiyalarni olaylik. U oyiga 1 million 600 ming so'm pensiya oladi. Shundan 500 ming so'm dori-darmonga ketadi, 600 ming so'm oziq-ovqatga ketadi, 200 ming so'm kommunal xizmatlarga ketadi. Yana yo'l kira, telefon. Kichik maishiy xarajatlar bor. Natijada oyning oxiriga kelib qo'lida deyarli pul qolmaydi. Agar shu odamdan yana biror hujjat uchun to'lov, xizmat haqi yoki boshqa yig'im talab qilinsa, bu uning byudjetiga og'ir ta'sir qiladi. Shu sababli yangi tartibning eng asosiy maqsadi pensionerlarning moliyaviy yukini kamaytirish, ularning real daromadini saqlab qolish va ortiqcha xarajatlar oldini olishdir. Endi nima o'zgardi? 1 iyuldan boshlab belgilangan tartibga ko'ra pensionerlar ayrim to'lovlardan to'liq ozod qilinadi. Bu degani pensioner avvalgidek har bir joyda pul to'lab yurmasligi kerak. Agar u imtiyozga kirsa, tegishli to'lov undirilmaydi yoki undirilgan bo'lsa, uni qaytarish tartibi bo'yicha murojaat qilish mumkin bo'ladi. Lekin juda muhim jihat bor. Hamma to'lovlar emas. Aynan hujjatda belgilangan to'lovlar bo'yicha ozod qilish qo'llanadi. Shuning uchun men har doim pensionerlarga aytaman. Og'zaki gapga emas, rasmiy tartibga, kvittansiyaga va xizmat ko'rsatayotgan tashkilotning yozma javobiga tayaning. Birinchi navbatda bu yangilik yoshga doir pensiya oluvchi fuqarolarga taalluqli bo'lishi mumkin. Ya'ni erkaklar belgilangan yoshga yetib pensiyaga chiqqan bo'lsa, ayollar ham qonunchilikda belgilangan yosh va staj asosida pensiya olayotgan bo'lsa, ular o'z maqomini tasdiqlab imtiyozdan foydalanish kerak. Ikkinchi, toifa nogironlik pensiyasi oluvchilar bo'lishi mumkin. Ular ko'pincha qo'shimcha xarajatga ko'proq duch keladi. Tibbiy ko'rik, dori, reabilitatsiya, transport, parvarish vositalari. Shuning uchun bunday toifadagi fuqarolar ham o'z huquqini albatta tekshirish kerak. Uchinchi toifa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan shaxslar bo'lishi mumkin. Ayniqsa oilada daromad cheklangan bo'lsa, har qanday imtiyoz katta yordam beradi. Bu yerda men bir narsani aniq aytaman. Pensioner degani faqat yoshi katta odam degani emas. Qonunchilikda pensiya oluvchi maqomiga ega bo'lgan shaxslar turlicha bo'lishi mumkin. Shu sababli siz yoki yaqinlaringiz pensiya olsangiz, darhol bu menga tegishli emas deb o'ylamang. Pensiya daftarchasi, bank kartasiga tushadigan pensiya ma'lumotlari, pensiya jamg'armasi bazasidagi qaydlar sizning maqomingizni tasdiqlaydi. Endi real misollarga o'tamiz. Birinchi misol: Toshkent viloyatida yashovchi 68 yoshli otaxon oyiga 1 million 800 ming so'm pensiya oladi. U kommunal xizmatlar bo'yicha ma'lumotnoma olish, kadastr hujjatlari bilan bog'liq ayrim xizmatlar yoki boshqa davlat xizmatlari markaziga murojaat qilganda to'lov so'ralishi mumkin. Agar yangi tartib bo'yicha aynan shu xizmat pensionerlar uchun bepul etib belgilangan bo'lsa, otaxon to'lov qilingan bo'lsa, u shunchaki pasport yoki ID karta. Pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishini tasdiqlovchi ma'lumotni ko'rsatadi. Agar xodim baribir to'lov talab qilsa, otaxon
menga yozma asos bering, qaysi normaga ko'ra to'lashim kerak deb so'rashi lozim. Ikkinchi misol. 62 yoshli ayol kishi yakka o'zi yashaydi, pensiyasi 1 million 400 ming so'm. Uning asosiy xarajati dori-darmon va oziq-ovqat. U har oy ayrim xizmatlar uchun kichik to'lovlar qilib kelgan. Masalan, 20 ming, 30 ming, 20 ming so'm. Bir qaraganda bu katta pul emasdek tuyuladi, lekin bir oyda 3-4 marta shunday to'lov bo'lsa, 1 ming so'mgacha chiqib ketadi. 1 ming so'm pensioner uchun bu bir haftalik oziq-ovqat yoki muhim dori pulidir. Demak, imtiyozning ahamiyati aynan mana shu joyda bilinadi. Davlat pensionerning cho'ntagida pul qo'yishning ortiqcha rasmiy xarajatlar uni qiynab qo'ymasligini maqsad qilmoqda. Uchinchi misol. Nogironlik pensiyasi oluvchi fuqaro tuman markaziga borib hujjat rasmiylashtirishi kerak. U taksiga pul sarflaydi, navbatda turadi, ba'zan yana xizmat haqi to'laydi. Agar imtiyoz to'g'ri ishlasa, hech bo'lmaganda davlat xizmati yoki belgilangan yig'im bo'yicha pul undirilmaydi. Bu fuqaro uchun 3 ming yoki 100 ming so'm tejalsa ham bu katta yordam. Lekin asosiy masala shuki, odam o'z huquqini bilishi kerak. Ko'pchilik xodim aytdi, demak to'lashim kerak deb o'ylaydi. Yo'q, men ekspert sifatida aytaman. Har qanday to'lovning qonuniy asosi bo'lishi shart. Kimlar xavotir olish kerak? Agar siz pensioner bo'lsangiz, lekin pensiyangiz rasmiy bazada ko'rinmasa, hujjatlaringiz eski bo'lsa, yashash joyingiz bo'yicha ma'lumotlar yangilanmagan bo'lsa, bank kartangiz boshqa shaxs nomida bo'lsa yoki siz pensiyani ishonchnoma orqali olayotgan bo'lsangiz, imtiyozni qo'llashda tushunmovchilik chiqishi mumkin. Bunday holatda oldindan pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga borib ma'lumotlarni aniqlashtirish kerak. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz pensiyani rasmiy tarzda olayotgan bo'lsangiz, ID kartangiz amal qilayotgan bo'lsa, ma'lumotlaringiz elektron bazada to'g'ri bo'lsa, xizmat ko'rsatayotgan tashkilot bazadan sizni pensioner sifatida ko'ra olsa, ko'p holatda imtiyoz avtomatik qo'llanishi mumkin. Lekin avtomatik qo'llanadi degani butunlay beparvo bo'ling degani emas. Siz har safar kvitansiyani tekshirishingiz kerak. Unda qanday to'lov yozilgan, miqdori qancha, nima uchun undirilgan, hammasini ko'rib chiqing. Endi eng muhim qismga keldik. Istisnolar. Ko'pchilik yangilikni eshitadi-da, pensionerlar endi umuman hech narsa to'lamaydi deb tushunadi. Bu noto'g'ri. Imtiyozlar odatda aniq to'lov turlariga nisbatan qo'llanadi. Masalan, ayrim davlat xizmatlari uchun yig'im bekor qilinishi mumkin. Ayrim ma'lumotnomalar bepul bo'lishi mumkin. Ayrim xizmatlar bo'yicha chegirma yoki to'liq ozod qilish belgilanishi mumkin. Lekin bu kommunal xizmatlarning hammasi avtomatik nol bo'ladi. Do'kondagi mahsulot bepul bo'ladi. Yoki xususiy klinika har qanday xizmatni tekin qiladi degani emas. Birinchi nozik jihat, xususiy tashkilotlar masalasi. Agar xizmat davlat tomonidan tartibga solingan majburiy to'lov bo'lsa, imtiyoz qo'llanishi mumkin. Ammo xususiy tashkilot o'z xizmat narxini bozor asosida belgilasa, pensionerlik imtiyozi faqat qonunda yoki o'sha tashkilotning ichki tartibida ko'rsatilgan bo'lsa amal qiladi. Masalan, xususiy laboratoriya tahlil uchun 120 ming so'm belgilagan bo'lsa, u albatta pensionerga bepul xizmat ko'rsatishi shart bo'lmasligi mumkin. Lekin davlat poliklinikasi, ijtimoiy xizmat yoki davlat xizmatlari markazidagi ayrim yig'imlar bo'yicha boshqa tartib bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat. Qarzdorlik va yangi to'lovni aralashtirmaslik kerak. Agar pensionerning avvaldan qarzi bo'lsa, masalan, kommunal xizmatlardan 500 ming so'm qarzdorlik yig'ilgan bo'lsa, yangi imtiyoz bu eski qarzni avtomatik o'chiradi deb tushunmaslik kerak. Ayrim hollarda faqat 1 yildan keyingi to'lovlar bo'yicha ozod qilish qo'llanadi. Oldingi qarzdorlik bo'yicha alohida tartib, alohida qaror yoki alohida qayta hisob-kitob talab qilinadi. Shu sababli men pensionerman, demak hamma qarzim bekor bo'ldi deb o'ylab qolish xavfli. Eng to'g'ri yo'l tashkilotdan qarzdorlik davrini ajratib berishni so'rang. Qaysi summa iyulgacha, qaysi summa iyuldan keyin aniq ko'rsatilishi kerak. Uchinchi nozik jihat. Bir xonadonda bir nechta odam yashashi. Masalan, uy pensioner nomida, lekin unda farzandlari, nevaralari, ishlaydigan odamlar ham yashaydi. Ayrim imtiyozlar faqat pensionerning shaxsiy xizmatiga tegishli bo'ladi. Ayrimlar esa uy-joy yoki hisob raqamiga bog'liq bo'lishi mumkin. Shu sababli har bir holatda imtiyoz shaxsga berilyaptimi yoki mulkka berilyaptimi degan savolni aniqlash kerak. Agar imtiyoz faqat pensioner shaxsiga berilsa,
uning nomiga rasmiylashtirilmagan xizmat bo'yicha muammo chiqishi mumkin. Masalan, telefon raqami o'g'lining nomida bo'lsa, pensionerlik imtiyozi qo'llanmasligi ehtimoli bor. Agar kommunal hisob raqami boshqa odam nomida bo'lsa ham aniqlashtirish talab qilinadi. 4-nozik jihat. Hujjatdagi ism familiya farqi. Ba'zi pensionerlarning eski pasportida familiya bir xil yozilgan. Yangi ID kartada boshqacha transliteratsiya qilingan bo'lishi mumkin. Masalan, Karimova va Karimova M yoki tug'ilgan sana, manzil, pasport seriyasida kichik tafovut bo'lsa, elektron tizim pensioner maqomini darhol tanimasligi mumkin. Bunday holatda xodim sizdan qo'shimcha ma'lumot so'rashi mumkin. Bu sizni rad etish degani emas, faqat bazani to'g'rilash kerak bo'ladi. 5-nozik jihat. Firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Har safar pensionerlar uchun yangi imtiyoz chiqqanda, afsuski, ayrim nopok odamlar men hujjatingizni tezlashtirib beraman, imtiyozni ulab beraman, kartangiz raqamini ayting, SMS kodini yuboring deb aldashga urinadi. Men qat'iy ogohlantiraman. Hech kimga bank kartangizni PIN kodini, SMS kodini, pasport nusxasini noma'lum Telegram akkauntlarga yubormang. Rasmiy murojaat faqat Davlat xizmatlari markazi, pensiya jamg'armasi, mahalla tegishli tashkilotning rasmiy qabulxonasi yoki rasmiy elektron portal orqali qilinadi. Endi siz nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, pensioner maqomingizni tasdiqlovchi hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Bular ID, karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi bo'lsa o'sha hujjat, pensiya tayinlanganligi bo'yicha ma'lumotnoma, bank kartangizga pensiya tushishini ko'rsatuvchi ma'lumot, kerak bo'lsa yashash joyi bo'yicha ma'lumot bo'lishi mumkin. Hamma hujjatni bir joyga yig'ib qo'ying. Ayniqsa yoshi katta ota-onangiz bo'lsa, farzandlar ularga yordam bersin. Ikkinchi qadam, qaysi to'lov sizdan talab qilinayotganini aniqlang. Xodim to'lov qilasiz desa, darhol pul to'lashga shoshilmang. Bu to'lovning nomi nima? Qaysi xizmat uchun? Pensionerlar uchun imtiyoz bor yoki yo'qligini tekshirib bera olasizmi deb so'rang. Agar javob og'zaki bo'lsa, kvitansiya yoki yozma hisob-kitobni ko'ring. Chunki keyin ortiqcha to'langan pulni qaytarish uchun aynan shu kvitansiya kerak bo'ladi. 3-qadam, Davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Agar sizga biror davlat xizmati bo'yicha to'lov qo'yilgan bo'lsa va siz pensioner sifatida undan ozod bo'lishingiz kerak deb hisoblasangiz, eng yaqin davlat xizmatlari markaziga boring. U yerda operatorga vaziyatni tushuntiring. Men pensionerman, 1 iyuldan boshlab belgilangan to'lovlardan ozod qilish tartibi bo'yicha ushbu xizmatga imtiyoz qo'llanishini tekshirib berishingizni so'rayman deb ayting. Agar ariza yozish talab qilinsa, arizada ismingiz, familiyangiz, pasport ma'lumotingiz, pensiya turi, murojaat sababi va qaysi to'lov bo'yicha imtiyoz so'rayotganingizni aniq yozing. 4-qadam, pensiya jamg'armasi bo'limidan ma'lumot oling. Ba'zan tashkilotlar siz bazada pensioner bo'lib ko'rinmayapsiz deyishi mumkin. Bunday holatda ayb sizda emas, tizimda ma'lumot yangilanmagan bo'lishi mumkin. Tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, pensiya oluvchi ekaningiz haqida ma'lumotnoma so'rang yoki elektron bazadagi ma'lumotlaringizni tekshirtiring. Agar telefon orqali maslahat berish xizmati bo'lsa, oldindan qo'ng'iroq qilib, qaysi hujjatlar kerakligini aniqlab oling. 5-qadam, ortiqcha to'lov qilingan bo'lsa, qaytarishni so'rang. Masalan, siz 1 iyuldan keyin pensioner sifatida ozod bo'lishingiz kerak bo'lgan to'lovni bilmasdan to'lab qo'ydingiz. Bunday holatda kvitansiyani saqlang, xizmat ko'rsatgan tashkilotga yozma ariza bering. Arizada men pensioner sifatida mazkur to'lovdan ozod etilgan bo'lishim kerak edi. Shu sababli ortiqcha undirilgan summani qaytarishni yoki keyingi hisob-kitobga o'tkazishni so'rayman deb yozing. Arizaning bir nusxasini o'zingizda qoldiring, qabul qilingan sanasi va raqami bo'lsin. Agar javob berilmasa, yuqori tashkilotga yoki iste'molchi huquqlarini himoya qiluvchi organlarga murojaat qilish mumkin. 6-qadam, farzandlar ota-onasiga befarq bo'lmasin. Ko'plab pensionerlar internetdan foydalanmaydi. Yangiliklarni to'liq tushunmaydi. Navbatda turishga qiynaladi. Shuning uchun farzandlar bir marta vaqt ajratib ota-onasining hujjatlarini tekshirib bersa, kommunal hisob raqamlarini, pensiya kartasini, davlat xizmatlari bo'yicha imtiyozlarni aniqlab bersa, bu juda katta yordam bo'ladi. Ba'zan 100 ming so'mlik imtiyoz ham pensioner uchun muhim, lekin u buni bilmagani uchun yillar davomida ortiqcha pul to'lab yuradi. 7-qadam, har bir javobni yozma shaklida oling.
Men tajribamda ko'p ko'rganman. Odam tashkilotga boradi. Xodim og'zaki sizga imtiyoz yo'q deydi. Odam qaytib ketadi. Keyin tekshirilsa aslida imtiyoz bor bo'ladi. Shuning uchun muhim masalada og'zaki javob yetarli emas. Iltimos yozma javob bering deyishdan uyalmang. Bu sizning huquqingiz. Yozma javob bo'lsa, uni keyin tahlil qilish, yuqori idoraga ko'rsatish. Xatolik bo'lsa tuzatish oson bo'ladi. Yana bir muhim maslahat, hech qachon kvitantsiyasiz pul bermang. Bu yerda shunday tartib tezroq bitadi. Keyin tushuntiramiz degan gaplarga ishonmang. Har qanday rasmiy to'lov bank, kassa, terminal, ilova yoki kvitansiya orqali bo'lishi kerak. Agar pensioner imtiyozli toifaga kirsa, undirilayotgan summa aynan nimaga asoslanganini bilishi shart. Bu nafaqat pulni tejaydi, balki noqonuniy undirishlarning oldini oladi. Bu o'zgarishning eng katta ijtimoiy ta'siri shundaki, pensionerlarning qo'lida ko'proq pul qoladi. Kimdir bu pulga dori oladi, kimdir oziq-ovqat oladi, kimdir nevarasiga yordam beradi. Kimdir qish uchun kommunal xarajatlarga tayyorgarlik qiladi. Davlat tomonidan berilgan imtiyoz qog'ozda qolib ketmasligi uchun esa fuqarolarning o'zi ham faol bo'lishi kerak. Huquqni bilish, hujjatni tayyorlash, savol berish, yozma javob talab qilish juda muhim. Men yana bir bor ta'kidlayman. 1 iyuldan boshlab pensionerlar uchun belgilangan to'lovlardan ozod qilish tartibi bu katta yengillik. Lekin undan to'g'ri foydalanish uchun 3 ta narsani esda tuting. Birinchisi, siz pensioner maqomingizni hujjat bilan tasdiqlay olishingiz kerak. Ikkinchisi, imtiyoz qaysi to'lovga tegishli ekanini aniqlashingiz kerak. Uchinchisi, agar sizdan pul talab qilinsa, uning qonuniy asosini so'rashingiz kerak. Azizlar, bugungi mavzu har birimizga tegishli. Chunki pensionerlar bizning ota-onamiz, ustozlarimiz, yaqinlarimiz, ular ko'p yillar mehnat qilgan. Endi esa davlat bergan imtiyozlardan to'liq va adolatli foydalanishga haqli. 1 iyuldan boshlab belgilangan to'lovlardan ozod qilish tartibi pensionerlar uchun real yordam bo'lishi mumkin, faqat buni bilish. Tekshirish va amalda talab qilish kerak. Agar siz yoki yaqinlaringizdan kimdir pensioner bo'lsa, bu gunoh hujjatlarni tekshirib chiqing. Qaysi to'lovlar bo'yicha imtiyoz borligini aniqlang. Ortiqcha to'lov qilingan bo'lsa, kvitansiyani saqlab murojaat qiling. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensionerlardan hali ham to'lov talab qilishyaptimi yoki imtiyozlar amalda ishlayaptimi? Tajribangiz boshqalarga ham yordam beradi. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha belgisini yoqib qo'ying. Men esa keyingi videolarda pensiya, imtiyozlar, nafaqa, kommunal yengilliklar va fuqarolarning amaliy huquqlari bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirib boraman.